Leksimizin devamını anlayış hürmetlik vatandaşım. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Türkiye'ye qaratgan embargo siyasetini ilan qilgandan keyin Türkiye amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Mundaq hisobladi. Rusiyanın embargo siyaseti ikki davlatning jiddiy munosabatini pasaytishga foydasiz. Faqat masalani murakkablashtirib etdi dedi Türkiye amaldorlari. Prezident Erdoğan ikki tarafning bu masalani qurilish xarakterlik yo'llarga izlanib hal qilishini murojaat qildi. Demak, bu davlatlar o'rtasida u ish mi bo'ldi, bu ish mi bo'ldi? Masalan, aeroplanni Turkiya jamhuriyati urib tushiryapti. Rossiya prezidentining harbiy aeroplani Turkiyaning chegarasiga kirdi. O ish unda yuz berdi. Hamda diplomatik munosabatda ko'p so'zlar albatta shunday bo'ldi. Bu bir davlat rahbari qilishga tegishli ishlardir. Qurilish xarakterlik yo'llarga izlanib hal qilishni murojaat qildi. Qarshilashdan hech kim xushal bo'lmaydi. Turkiya mu, Rossiya mu o'xshashlar. Turkiya Rossiya uchun muhim. Ya'ni Rossiya uchun Turkiya, Turkiya uchun Rossiya muhim. Biz o'zaro bir-birimizni xaritadan o'chirib o'tolmaymiz deb ko'rsatdi Turkiya Jamhuriyatining prezidenti Erdo'g'an. Rossiya bilan Turkiya iqtisod urushi boshladi mavzuliq maqolasida Avstriyaning elchi gazeti mundaq ko'rsatdi. Moskva bilan Anqara o'rtasidagi munosabat aeroplanni urib tushirish voqeasi tufayli muz davriga kirib keldi. Agar Angliya radio shirkati mundaq ko'rsatdi. Turkiya bilan Rossiyaning muhim iqtisodiy munosabati bor. Türkiye bilen Rusya'nın mühim iktisadi münasebeti var. 2014 yılı Rusya'dan 3 milyon seyahatçi Türkiye'ye seyahat yetip geldi. Prezident Vladimir Putin'in bayanatçısı Peskov'un aşkarlışça 90 bin Türkiye'lik nöbet Rusya'da hizmet kılıdiken aile tabiatlarını koşkanda 200 bin'e yetediken Germaniyanın maliyeti 29. günü mundaq ko'rsatdi. Türkiye'ni cezalash Rossiya iqtisodiga besim elib keladi. Diqqat, Türkiye'ga embargo yurgizish Rossiya yurgizsa, o vaqtida Türkiye'ni iqtisodiy jihatdan jazolaymiz deganda, o vaqt Rossiyaning iqtisodiga besim elib keladi. Shundaq bo'lsa-mu, Yevropa ittifoqining embargosiga uchragan Rossiya gerçi Türkiye'den tecrübelik bolsa-mu, embargo siyasetini Rossiya ko'rib boqqan bolsa-mu, lekin Türkiye intayin qudratlik ma'naviy bardoshlik berish kuchiga ega davlatdir. Lekin Türkiye intayin qudratlik ma'naviy bardoshlik berish kuchiga ega davlatdir. Embargo siyaseti demak Rossiya yurgizgan bolsa, bu Türkiye'ga kar qilmaydi deganlikmi bu? Elbette şundak bo'lishni umid qilamiz vatandoshlar.